Adasi yaxshi bola. Ha, kech qolyapman. Rahmat onasi. Rahmat onasi. Siz dunyodagi eng mehribon insonsiz yagona. Siz dunyodagi eng mehribon insonsiz. Nima ertalabda g'azalxonlik bo'pti uyimizda? Yagonam. Keta qoling, men kech qolyapman. Keta O'zim qoling. kuzatib qo'yaman. Yo'q, shart emas. Shoshmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sevara. 72 marta supersizga mazza qilaman-da. Eshiginglar tagidagi bechora betonam o'pirilib ketibdi, supergizni dastidan. Adajon, spektaklingizga kech qolyotdingiz. Voy, darhaqiqat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, bugundan o'zgaramiz. Idishlarimni yuvoli. O'zim yuvaman, siz romantikaga tayyorlaning. Nima tikaga? Hadi yolla kalbini, gelsin öpsün Tayyor. kalbimi. Daha yaklaş evet, biraz cesaret, bu bizde var elbet. Bilmiyoruz mu ki? Alo, Lapay dada. Spektaklim vaqtliroq tugadi. Uyga qaytyapman. Sizni intizorlik bilan kutyapmiz. Voy, nimaga intizorlik bilan kutasan? Yana nimalarni boshlading? Alo? Bu hammasi kimning tashabbusi? Albatta onamning va mening ko'magim ostida. Qoyil qoldim lekin. Doim bir-biringizga shunday muhabbat ko'zlar bilan qarashingizni va hech qachon qarmasligingizni xohlayman. 11 yoshga to'ldim. Bu degani o'rtacha 8-10 yilda. Nima 8-10 yilda? Yaxshi ko'rsa qoling. Hozir. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Otajon, baribir ham hamma qizlar turmushga chiqib ketadi-ku. To'g'ri. Lekin sen sal sekinroq katta bo'lgin, jon qizim. Iltimos. Otajon, yoshlar kelar marjon ko'zingizga otajon. Qizim, romantika endi meni galim. Hovliga chiqinglar, oyini chaqir. Hadi yolla kalbini, gelsin öpsün